Bu borada izchil va tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Hozir ana shu ishlar haqida batafsil ma'lumotlarni sizlarga berib o'tamiz va bu borada bizga mutaxassis shifokor Begal aka yaqindan yordam beradilar. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Dastlab aynan o'zak hujayralarni ko'chirib o'tkazish bu o'zi qanday amaliyot, qanday kasalliklarda tavsiya etiladi? Shular haqida ma'lumotlar berib o'tsangiz. O'zak hujayralarni ko'chirib o'tkazish hozirgi kunda bir nechta onkologik va onkologik bo'lmagan kasalliklarni davolashda standart davolash usuli hisoblanadi. Va bu hozirgi kunda minglab, yuzlab transplantatsiya jarayonlari butun dunyo amaliyotida qo'llanilib, ko'plab bemorlar hayotini saqlab qolishga yordam beruvchi amaliyotlardan biri hisoblanadi. Hozir bizni amaliyotda hisobga oladigan bo'lsak, biz onkologik va onkologik bo'lmagan kasalliklarda ko'chiryapmiz va ikkita turi qo'llanilyapti. Autologik va autologik bo'lmagan allogen o'zak hujayralar transplantatsiyasi. Dunyo miqyosida qon va qon yaratish tizimi kasalliklariga chalingan bemorlar soni yildan yilga ortib bormoqda. Yurtimiz aholisi orasida ham bu kabi xastaliklar tez-tez uchrayapti. Ana shunday bemorlarga gematologik va transfuziologik yordam ko'rsatish, kasalliklarni erta diagnostika qilish, oldini olish va samarali davolash borasida